Yer yuzida kibr bilan yurma. O'zingga o'zing ajablanma. Chunki Alloh taolo o'zidan o'zi ajablanadigan, faxrlanadigan kishini yaxshi ko'rmaydi. Bu Luqmon surasidagi oyat bu. Luqmon alayhisalomning tilidan Alloh taolo aytadiki: "Va la tamshi fil ardi maraha." Yer yuzida kibrlanib yurma. Albatta Alloh la yuhibbu kulla muxtal. Muxtalni, ya'ni o'zidan o'zi ajablanadigan, o'zidan o'zi men bunaqa qilib o'rganman, bunaqa qilib o'rganman deydigan odamni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Faxur, faxrlanadigan kishini Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. O'zini moli bilan faxrlanadigan, boyligi bilan, o'zini nasabi bilan faxrlanadigan, o'zini go'zalligi bilan faxrlanadigan, ya'ni o'zidan o'zi faxrlanadiganlarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik, yerda yuraylik. Hazrat rahimahulloh aytganlaridek, qanaqa katta bo'lsang ham yerni teshib kirib keta olmaysan, osmonga chiqib keta olmaysan. Yerdan bo'lganmiz, yerdan yaratilganmiz, tuproqdan va tuproqqa qaytamiz. Shuning uchun kibr qilishimizga, faxrlanishimizga arziydigan narsa yo'q. Alloh taoloning huzuridagi me'yor taqvo. Alloh taologa qancha ko'p taqvo qilsak, ana shu bizni eng aziz qiladigan, buyuk qiladigan narsa shu. Allohu a'lam.